Xorijiy davlatlar bilan investitsiyaviy, savdo va madaniy sohalardagi munosabatlar tobora kengaymoqda. Mamlakatimizda chet el sarmoyasi ishtirokidagi yirik obyektlar va korxonalar soni yildan yilga oshib boryapti. Qashqadaryo viloyati misolida oladigan bo'lsak, ayni vaqtda 100 dan oshiq chet el investitsiyasi asosidagi korxonalar faoliyat olib bormoqda. Eron, Turkiya, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston davlatlarining yirik kompaniyalari, ishbilarmon doira vakillaridan iborat delegatsiyaning Qashqadaryoga tashrifi o'zaro hamkorlik munosabatlarini yuqori bosqichga ko'tardi. Tashrif doirasida uchrashuvlar, taqdimotlar, sanoat ko'rgazmasi, biznes forumlar tashkil etildi. Viloyat hokimligida bo'lgan uchrashuvda hududning iqtisodiy salohiyati, imkoniyatlari, mavjud xom ashyo resurslari, qulay infratuzilma haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Biznes vakillariga yaratilgan imkoniyatlar, driver sohalar, erkin iqtisodiy zonalardagi shart-sharoitlar aytib o'tildi. Tashrif doirasida Koson tumanida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil etilib, bu yerda tekstil, elektrotexnika, qurilish va oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek, qishloq xo'jaliklari texnikalari namoyish etildi. Paxtada ip yig'iruv qilib, 3 xil turdagi iplarni ishlab chiqaramiz. 30 ga bir, 50 ga bir, 20 ga bir iplarni ishlab chiqaramiz. Asosan bizning ishimiz eksportga qaratilgan. Rossiyaga eksport qilamiz. Turkiyaga 2,5 ming tonnaga yetadi eksportimiz. Hozirgi kunda yana eksportimiz kengaytirish ustida ish olib boryapmiz. Mana bugungi forumga mana hamkorlar bilan tijorat hamkorliklar bo'yicha kelishib oldik. Pokistondan kelgan korxonalar tikuv mashinalarimizga uskunalar, servis xizmatlari bo'yicha bizga takliflar kiritdi. Bugungi forumdan keyin ishlab chiqarishimiz yanada kuchayadi va dunyo bozoriga eksport qilishga yana yo'l ochiladi. Mana shunaqa biznes forumlarning ko'p bo'lishi Qashqadaryoda eksport va tadbirkorlikning rivojlanishiga katta yo'l ochadi. Ishbilarmon doira vakillari hamda viloyatning salohiyatli tadbirkorlari ishtirok etgan Qashqadaryo, Eron, Turkiya, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston xalqaro biznes forumida vohaning investitsion salohiyati, mavjud resurslari hamda ulardan foydalanish bo'yicha taqdimotlar va istiqbolli loyihalar namoyish etildi. Xususan, hududning asosiy driver sohalari, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika, to'qimachilik, charm sanoati va turizm imkoniyatlari xorijlik sarmoyadorlarning e'tiborini tortdi. Bu biznes forumda ishtirok etayotganimizdan mamnunmiz. Bunday forumlar o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashda, yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston bilan qo'ni-qo'shnichilik, savdo va madaniy hamkorlik munosabatlarimiz ko'p yillik. Bu aloqalar bugun yanada keng rivoj topayapti. Bugungi forum nafaqat O'zbekiston, Eron, Turkiya, Pokiston, Afg'oniston davlatlari bilan do'stlik, hamjihatlik aloqalarini mustahkamlashda, birgalikda biznes loyihalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Forum ishtirokchilari Bunyodkor industrial texnoparki faoliyati va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Prezidentimizning to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida kichik va o'rta biznesda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun to'liq infratuzilmasi mavjud bo'lgan ushbu sanoat industrial texnoparki faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda qulay shart-sharoitlarga ega bo'lgan ishlab chiqarish maydonlari tashkil etilgan. 40 gektar maydonni egallagan ushbu texnoparkda 50 dan ortiq lotlar mavjud bo'lib, ayni paytda 10 dan ortiq istiqbolli loyihalar amalga oshirilyapti. Bu yerda barcha infrastruktura va kommunikatsiya tarmoqlari yaratilgan. Texnoparkdagi temir yo'l logistikasi, bojxona xizmati, ochiq va yopiq omborlar hamda sovutish omborlarining mavjudligi, markaziy ta'mirlash ustaxonasi, bank, soliq, transport, qo'riqlash xizmatlarining yo'lga qo'yilgani va boshqa qulayliklar biznes vakillarining e'tiborini tortdi. Biz bu forumda Pokistondan, Afg'onistondan va Turkiyadan yangi xaridorlar bilan uchrashdik. Ularga bizning mahsulotlarimizning sifati ma'qul va bizning narx-navo va boshqa jihatlarimiz ham u bozorlarda raqobatbardosh. Forum bizga yoqdi. Biz bunday xalqaro forumlarni tuman kesimlarida o'tishiga juda xursandmiz. Bu yerda tekstil uskunalarini butlovchi qismlari, tekstil uskunalarini ishlab chiqaruvchilar ham ishtirok etdi. Pokistondan, Turkiyadan va Shvetsariyadan ham shunday ishlab chiqaruvchilar keldi. Bundan tashqari mato xaridorlari esa Shan Textiles, Ramir Tekstil, Nishat Tekstillar ham keldi. Biz ular bilan unumli va samarali muhokamalar qildik. Forum yordamida biz hali amalda ish boshlamagan boshqa mamlakatlar ham ishtirok etyapti. Misol uchun Pokistonning turli xil janubiy, sharqiy
qismlaridagi fabrikalar ham kelgan. Nishat Mills misol uchun bizga bu geografiyamizda va umumiy klient bazamizni miqdorida oshishiga ham, sifatini oshishiga ham yordam berdi. Forum qatnashchilari Texnopark taklif qilgan tayyor loyihalar hamda ularni amalga oshirish uchun bino va inshootlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Shu jarayonlarda oziq-ovqat va qurilish mahsulotlari, milliy shirinliklar bo'yicha savdo shartnomalari imzolandi. Afg'onistonlik ishbilarmonlar bilan yog' ishlab chiqarish, pokistonlik investorlar bilan ip kalava ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Biznes forum qatnashchilari Koson yog' kombinati mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, Bunyodkor tekstil majmuasidagi paxta xom ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon bilan yaqindan tanishdilar. Koson yog' kombinatida chigitdan yiliga 5000 tonna iste'mol yog'i, 8000 tonna kungaboqar yog'i ishlab chiqariladi. O'tgan yili ushbu korxona Afg'oniston davlatiga $1 million mahsulot eksport qildi. Forum davomida ushbu korxona bilan Afg'oniston davlati kompaniyasi o'rtasida $1 million shartnoma imzolandi. Bugun Afg'on bozoriga O'zbekistonimizning mahsulotlari bilan chiqish bo'lyapti. Asosiy Afg'onistonga un, yog' mahsulotlari qiziq va bizni to'qimachilik va qurilish mollari bo'yicha ularda qanday savollar bor, shularni o'rganish uchun bugun biz shu forumni tashkillashtirdik. Afg'oniston davlati bilan yog' bo'yicha $2 million Faxriyan Ltd korxonasi bilan shartnoma tuzdik. Afg'oniston katta ochiq bozor. O'zimizning boshqa yo'nalishlarda ham kirish maqsadimiz bor. Qurilish mollari bo'yicha, tekstil bo'yicha. Bunyodkor tekstil majmuasi faoliyati bilan tanishuv ham taassurotlarga boy bo'ldi. Ayniqsa, barcha ishlab chiqarish jarayonlari bir joyda joylashganligi mehmonlarning e'tiborini tortdi. Paxta xom ashyosini qayta ishlashdan tortib, tola ishlab chiqarish, ip-kalavadan xom mato va gazlama, so'ng bo'yalgan mato va tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlar kuzatildi. Bu yerda bir yilda 8000 tonna ip-kalava, 7 million metr uy maishiy to'qima gazlamalari, 4000 tonna trikotaj mato, 5 million dona tayyor trikotaj kiyim-kechaklar ishlab chiqariladi. Mahsulotlarning sifati forum ishtirokchilarining qiziqishini oshirdi. O'tgan yili $20 million miqdoridagi mahsulot Polsha, Germaniya, Misr, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston singari davlatlarga eksport qilindi. Imtiyozdan foydalanib, korxonamiz tomonidan 5 ta ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Bular ip-kalava, mato, tikuvchilik va shunga o'xshash tekstilga oid ishlab chiqarishlar bo'lgan bo'lsa, bu yilgi bu imtiyozdan foydalanib biza yanada ishlab chiqarishimizni, chuqur qayta ishlashimizni yo'lga qo'yib, bo'yoqxona, pardozlash, gul bosish loyihalarini ham amalga oshirishimizga to'liq imkoniyat bo'ldi. Bizni shu kungacha amalga oshirilgan loyihalarimiz doirasida biz Yevropaning turli davlatlaridan zamonaviy asbob-uskunalar olib keldik. Bu asbob-uskunalar yordamida biz Yevropa, Amerika bozorlariga to'g'ri keladigan, sifat nuqtai nazaridan to'g'ri keladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Va bu ishlab chiqarish quvvatlarimizni yanada kengaytirib, qayta ishlashimizni yanada chuqurroq qilib va Amerika, Yevropa bozorlariga o'zbek tolasidan chiqqan sifatli mahsulotlarni olib chiqishni reja qilamiz. Buning uchun bizga barcha shart-sharoitlar yaratildi. Forumda ushbu korxona bilan yana qo'shimcha eksport shartnomalari imzolandi. Shuningdek, undan ortiq tadbirkorlik subyektlari savdo-sotiqni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishdilar. Shu kuni jami $50 million shartnomalar imzolandi.